Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Elmurod Muqimov. Alloh nasib qildi, yana bir xonadonga quvonch ulashgani Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumanidamiz. Sarosiyo tumanida bugun Nasiba ayamizni shukrona kunlari bilan tabriklagan kelganmiz. Bu tadbirni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan, musofirlikda yurgan o'g'illari Furqat akamiz nomidan kutilmagan sovg'alar qilib keldi. Alloh nasib esda qoladigan, yodda qoladigan tug'ilgan kunlardan bittasi bo'ladi degan umiddamiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hech jilmagan, allalab dilim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hech jilmagan, allalab dilim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Assalomu alaykum barcha barchalaringizga. Allohga shukrona bo'lsinki, bugun bir fayzli, barokatli kunlardan birida Alloh nasib bugun bizni Nasiba ayamizni shukrona kunlari ekan. Onajon, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Alloh nasib umringiz uzoq bo'lsin. Allohning bergan umrni ko'ring. Alloh bergan umrni doim farzandlarni, nabiralarni yaxshi kunlarda o'tkazish Allohning nasib qilgan bo'lsin. Nasiba ayam Allohning nasib qildi, sizni xonadoningizga yetib keldik. Bu tadbirni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan inson kim deb o'ylaysiz? Masam o'g'illardan birovidir-da. Qaysi birlari? Ikkita o'g'lim o'zi yo'q, Furqatjon yo'q, Foziljonman. Albatta, bugun musofirlikda yurgan Furqat akamiz nomidan keldi. Bitta qarshi salom qo'yaylik. Furqat akamiz shunaqa so'zlarni aytdi. Allohim nasib Elmurod aka bugun meni mehribonimni, jannatimni shukrona kunlari. Alloh nasib qildi. Rizqimiz, nasibamizni terib musofirlikda yuribmiz. Alloh onajonimizni, tanijonimizni sog' qilsin. Xudo xolasa farzandlarni yaxshi kunlarida doim bosh bo'lib yursinlar. Xudo xolasa onajonimiz uchun yaxshi niyat qilganmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa onamizni hojona qilsa, biz farzandlarning hech qanaqa armoni qolmasdi deb yaxshi niyat qildilar. Allohim nasib onajon o'sha niyatlar, istaklar negizida bugun chiroyli sovg'alar olib keldik. Allohim nasib kelasi safar safarlarga biletlar olib kelish nasib qilgan bo'lsin. Bugun niyat istak negizida keling. Islomning muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim, Zamzam suvi musvoq mushkamlarga olib kelib, mahkam niyat qiling. Alloh nasib kelasi yil Baytullohni tavob qilib, farzandlar, nabiralar haqiga duolar o'qish nasib qilgan bo'lsin. Bitta chiroyli qarshi chalib qo'yaylik. Bu qo'shiq onajon Furqat akamiz nomidan. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda, umrim mazmuni gullar soching, xushbo'y iforlar bugun onamning tug'ilgan kuni. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda, umrim mazmuni gullar soching, xushbo'y iforlar bugun onamning tug'ilgan
munosabat shu jajji nabiralarga sevimli momojon bo'lib yurish Alloh nasib qilsin. Endi har bir tug'ilgan kunda onajonlarimiz uchun chiroyli gullar olamiz. Jannatni monam degan gullar bu behuda emas, aytishadi-ku jannat onajonlarimiz foyda deb. Shuning uchun chiroyli jannatni monam degan gullar musofir farzand nomidan chiroyli qo'shiq bilan birga. Ko'zlaridan yosh oqdi marjon, marjon, yo'llarimda zor intizor kutar hamon. Yuragimni qiynayapti alam yomon, onam meni sog'inganda borolmadim. Ko'zlaridan yosh oqdi marjon, marjon, yo'llarimda zor intizor kutar hamon. Yuragimni qiynayapti alam yomon, onam meni sog'inganda borolmadim. Borolmadim, borolmadim, borolmadim. Onam meni sog'inganda borolmadim. Borolmadim, borolmadim, borolmadim. Onam meni sog'inganda borolmadim. Allohim nasib qilarki va shunaqa chiroyli shukrona kunlarimiz bo'ladi. Ularni chiroyli shirinliklarsiz tasavvur qila olmaymiz. Alloh nasib qilib hayotlaringiz ushbu shirinlikdek totli, bolli bo'lsin deb chiroyli shirinliklar olib kelamiz. Bitta qarsak chalib topshirib qo'yamiz. Ketdik. Har bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam, mushtilsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam, mushtilsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Allohim nasib bugun endi mana bobojonimiz kelgan ekan. Bobojon bugun onajonimiz uchun bitta chiroyli tilaklar aytasiz, xo'p? Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Xudoy Xudovandan, shu mana boshlovchilarga uzoq umr bersin. Sog' salomatlik, bola chaqa, nevara, chevaralar bo'shiga bo'lsin. Mana qizimiz ham O'tiram shu. O'tir yaxshi. bilan mana 70 ga kiryapti. 70 ga. Sog' salomat bizim ikkita nevarasi bor, nevaralarni bo'shiga bo'lsin. Shular to'yini ko'rsin, tarbiyasini ko'rsin. Sog' salomat bo'lsin. Sizlarga ayniqsa katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qarsak chalib qo'yamiz. Onajon qo'limizdan kelgancha musofirda yurgan akamiz bilan chiroyli tabriklaylik. Endi shu musofirda yurgan akamizga bir yuraktagi eng chiroyli gaplaringizni aytasiz. Ilohim shunday kunlarga yetkazgan uchun Xudoy taologa o'lamoq shukronalar aytaman. Ballarni barchasi sog' salomat bo'lsin. 蓝牙模式， Sog' salomat yursin, uzoq yurtlarga yurgan vallarim, ularni jo'ralari hammasi sog' salomatgina ishlab uyga qaytsin. To'ylar qilsin, tomoshalar qilsin, butun bola chaqalarni huzur halovatini ko'rsin, uzoq umrlar ko'rsin. Dadasini qolgan umrini shu balalarni barchasiga bersin. Ro'zli bo'lsin, hammasi sog' salomat bo'lsin. Ming marta rahmatli aytaman balarimga ham. Rahmat. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Endi sovg'alar chekkaga qo'yiladi. Chiroyli bir sho'xroq qo'shiqlar qilib kelganmiz. Hammani chiroyli raqslarga taklif qilamiz. Undan so'ng rasmlarga tushib olamiz. Hozir esa sho'xroq qo'shiqlar bo'ladi. Sho'xroq qo'shiqlarga hammani chiroyli raqslarga taklif qilamiz.
Gencimler karşımda, hayran başımda. Gencimler karşımda, özün neçe yaşında, özün neçe yaşında. Kaybı elem başımda, kaybı elem başımda. Deledeki pastanı, kızlar kıldı yagana. Deledeki pastanı, kızlar kıldı yagana. Yaxşı görgen yanımdan, yaxşı görgen yanımdan. Şu kız kıldı bir yana, çöler kıldı bir yana. Ayvanımı sağlam, levgine yüzmazanı. Ayvanımı sağlam, levgine yüzmazanı. Şu gün akşam gelmezseniz, şu gün akşam gelmezseniz. Köngülsüz de kapalı, köngülsüz de kapalı. Geler sallara sallara. Ay gördüm ki geler. Geler sallara sallara. Akşama körüme oynamazlar lazlar. Ayız karayız. Ayız yalvar ha karayız boy boy. İşlerim yürüşüp ketse gelme gel. Kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun xal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon. Mehrimga hech davo etmagan hamon onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onajonimni Makka tillolarga olib boraman. Men yomonu u yaxshi ko'rgani haqqi. Bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi. Onamni Makkaga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yiroq, kutguvchim ko'z yummay o'chirmay chiroq. Yuzida ajinlar, sochlari oppoq. Onamni Makkaga olib boraman.